Asal kosmosda qanday harakatlanadi? Yerda asal idishga shunchaki silliqib, asta-sekin tushadi. Lekin kosmosda gravitatsiya nolga teng bo'lgan joyda asal qanday harakatlanishi mumkin? Bu savolga javob topish uchun kanadiyalik astronavt havo kemasida asalni idishidan to'kib ko'radi. Ko'rishimiz mumkinki, olim asal idishini qo'yib yuborishi bilan asal havoda muallaq qoldi. Bu shuni anglatadiki, tortishish kuchi yo'q joyda barcha suyuqliklar o'zaro bir-biriga tortuvchi kuch tufayli sferik yoki to'lqinli shaklda suzadi. Bu mikrogravitatsiya ta'siridadir. Tushunmagan bo'lsangiz, nega asal har xil shaklga kiradi deb savol berishingiz mumkin. Chunki suyuqliklar kosmosda o'z-o'zini tortadi. Tortishish kuchi bo'lmaganda suyuqlik eng kichik yuzaga ega bo'lishga harakat qiladi va shuning uchun asal tomchisi shar bo'lib qoladi yoki boshqa shaklga kiradi. Va video so'ngida sizlarga bir savol bermoqchiman. Agar siz kosmosda bo'lsangiz, yana qaysi narsa bilan bu tajribani sinab ko'rardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.